uyga quyosh panel o'rnatgan ko'pchilik hozirda xavotirda, sababi oy oxiriga kelib qoldi va bu yerda quyosh panellari bo'yicha elektr energiya sotganini hisob kitobi berilmayapti va ko'pchilikda xavotir bo'lyapti, ya'ni subsidiya berish to'xtatildimi, bizdan 1000 so'mda elektr energiya sotib olmaydimi, endi hammasi tugadimi degan. Do'stlar, yo'q, unday emas. Xavotirga aslo o'rin yo'q. Sababi 1000 so'mdan subsidiya ajratilib sotib olinishi aynan prezident qarori bilan tasdiqlab qo'yilgan va bu bo'yicha Vazirlar Mahkamasining ham qarori chiqqan. Hech qanday holatda sizni bir oy davomida sotgan energiyangizni hech kim yeb yubora olmaydi va bu aniq sizga tushirib beriladi. Lekin oyning oxiri ilovalarning ishlashi, subsidiyalar hisob-kitoblari hisobiga hozirgida kechikish bo'layotgan ekan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra 5-oktyabrgacha hammaga pul tushirib beriladi. Va bu bo'yicha yana bitta narsa, agar sotib olish qachon to'xtatiladigan bo'lsa, bu bo'yicha oldin qaror chiqadi yoki farmon chiqadi, hammaga e'lon qilinadi. Lekin aslida sotib olishni to'xtatish emas, uni boshqa variantga o'tkazish, ya'ni onlayn savdo platformasiga o'tkazish bo'yicha ketilyapti. Ya'ni O'zbekistonda 2030 strategiyasi bor va bizda hozirda umumiy qayta tiklanish energiya ulushi 22% bo'lgan bo'lsa, 2030-yilga borib 40% ga yetkazish reja qilingan. Demak, bizda hali ehtiyoj bor va bu masala hali davom etadi. Shuning uchun qo'rqmanglar. Agar pul tushadigan bo'lsa, pul tushdi deb yozing, tushmagan bo'lsa, tushmadi deb yozing va xavotirda yurganlarga videoni jo'natib qo'yamiz.